Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas. Birovga foydasi tegmaydi. Birovning bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi. Jamiyatda bir foydasini o'ylash yo'q. Yo'q. Bunaqa ma'nolardan uzoq. Menga tegmanglar, men ham tegmayman. Men tinch qo'yinglar. Himmatsiz odam. Menga nima deydi-yu? Bo'lyapti mahallada noto'g'ri bo'lyapti, aroq sotilyapti. Palonchi bir bezorlik qilyapti, palonchi buzyapti mahallani bolalarini. Menga nima deydi-yu? Mana shu himmati past odam bo'ladi. Lekin himmati past bo'lgan odam o'zini huzur halovatini o'ylab uyda yashar ekan, bu odam baxtli bo'lmaydi. Jamiyatga foydasi tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdi-ku. Qarsak choludingiz, qarsak qaytdi. Shunday choludingiz, shunday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, birov ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassizda. Hashar qilsiz, birov kelmaydi, chunki siz borgan emassizda biror hashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, ikkigacha sekin jilib olasiz, kiyingizni ko'tarib.